Yagami Light adolatmi yoki yovuzmi? Kim u aslida? Light Yagami Death Note anime va mangasining bosh qahramoni. U o'zini adolat posboni deb biladi, lekin vaqt o'tib u xudoga aylanish orzusidagi diktatorga aylanadi. O'zgarish boshlanishi. U oddiy o'quvchi edi, aqlli va manman, lekin bir kun Death Note, ya'ni o'lim daftarini topadi. Bu daftarda yozilgan har bir ism o'sha odamning o'limini bildiradi. Shu paytdan boshlab Light Kiraga aylanadi. Uning motivatsiyasi nima? Light avvaliga jinoyatchilarni o'ldirib, yaxshi dunyo qurmoqchi bo'ladi. Lekin bu niyat asta-sekin buziladi. Avval jinoyatchilar, so'ng uni to'xtatmoqchi bo'lgan tergovchilar va nihoyat unga ishonmagan oddiy odamlar. Uning adolati asta-sekin shaxsiy manfaatga aylanadi. Kira kim yoki nima? Kira bu Lightning ikkinchi shaxsi. Odamlar unga sig'inadi, uni himoya qiladi. Light o'zini xudo deb o'ylaydi, lekin aslida psixologik jihatdan qulayotgan inson bo'ladi. Uning qarama-qarshiligi, ya'ni L. Light va L bu aqidaparastlik va skeptitsizm o'rtasidagi urush. L adolatga obyektiv yondashadi, Light adolatni subyektiv egallaydi. Ularning o'rtasidagi jang bu fikr urushi, strategiya jangi, onglar dueli. Nega u yovuz? U jinoyatchilarni emas, o'ziga qarshi chiqqan har qanday odamni o'ldiradi. U yolg'on gapiradi, manipulyatsiya qiladi, oxir-oqibat u hech qanday adolatni istamaydi. U faqat nazoratni xohlaydi. U qahramon sifatida boshlanadi, ammo yovuzlikni tanlaydi va uning qulay sahnasi. Oxirida Lightning yolg'onlari fosh bo'ladi. U o'lim oldida hech qanday xudo emas, oddiy qo'rqoq bo'lib qoladi. Bu sahna uning inson sifatidagi halokatini ko'rsatadi va nihoyat xulosa. Yagami Light bu insonning mukammallikka erishish orzusi qanday qilib muttasil yovuzlikka aylanishini ko'rsatadi. Uning har bir qadami insoniyatning ziddiyatli tabiatini ochib beradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Light haqiqatan adolatni qidirdimi yoki bu shunchaki o'zining shon-shuhrati uchun urinishmi? Fikrlarini kommentariyada qoldiring, like bosing va obuna bo'ling.